Familiya. Ahmedov. Mana. Rahmat. Hop. Kim? Rahmonov. Rahmat. Kim? Qodirov. Rahmat amaki. Endi nima qilasan buni? Ishlayversin, pul kerak Shu ekan. yosh bola senga ish beradimi? Qayerda topding o'zi? Bo'pti bor. Hop. Pul. O'yin keldi. Ehtiyot bo'lib qo'ylaring. Tezroq. Qarash bisallarni. Qani, menga berchi. Qani yo'qol. Amaki, Yur bu yoqqa. kechiring, bilmay qoldim. Amaki, Bor, ket. pulimni kim beradi? Bor dedim men senga. Yunus, qarab tur qolganlarga. Hop, bor ket. Jo'na. Ket dedim Iltimos senga. qaydami, endi yaxshilayman. Bor yo'qol. Amaki, iltimos pulim bering, pul kerak. Ikkinchi qorayini ko'rsatma. Onam kasal. Yo'qol bu yerdan so'miracha. Bor jo'na. Kim bor, ochinglar. Kim bor? Kim bor, ochinglar. Hey, kim bor, ochinglar. Hey, kim bor? Kim bor, ochinglar, iltimos. Kim bor? Вот, пожалуйста. Спасибо. Ой, осторожно. Assalomu alaykum opajon. Va alaykum assalom. Menga dori kerak edi. Qanaqa dori? Kimga dori? Gapirsanchi? Onamga. Yaxshi. Hozir beraman. Biroz shoshma. Mana bo'ldi.
Mana dorilaring. Puling kam? Yana 1 so'm yetmayapti. Opajon, ertaga albatta olib kelib beraman. Onam qattiq kasal, 1 so'mni o'zim qilib olib kelib beraman, opajon. Iltimos. Qolgan puli ertaga? Bunaqada hammaga yaxshilik qilaversam, uyimni topolmay qolaman-ku. Ol pulingni. Tushunsang-chi meni? Iltimos, opajon, onam kasal. Mana shu dorilarni menga bering. Bu dunyoda onamdan boshqa hech kim yo'q. Bu dorixonani boshlig'i men emasman. Erta bir kun haydab borsa bolalarimni qanday boqaman? O'zim boshliq bo'lganimda pulsiz ham berib yuborgan bo'lardim. Opajon, iltimos, mana shu dorilarni bering. Qani edi? Ilojim yo'q. Ertaga albatta olib kelib beraman. Voy! Voy! Hay bola, to'xta. Xo'jayin, qarang. Olib qochib ketmoqchi bo'ldi-ya. Zumrashi. Shumi? Ha, sen hali sen dorilarni o'g'irlamoqchi bo'lding. Amaki, o'g'irlamoqchi emasman. Ertaga albatta olib kelib beraman. Nimani olib kelib berasan, tirrancha? Arzamagan pulga dori olaman deb o'ylading. Amaki, qo'yib yuboring, amaki. Axir bu dorilar onam uchun zarur. Meni rahmim keltirmoqchimisan? Jo'na. Menga pullar unikimi? Ha, uniki. Mana bu pullaringni olgin-da, qorangni ochib. Ano, retseptingni ber. Amaki, siz ayting, menga shu dorilar juda zarur, bersin, bo'lmasa onam o'lib qolarlar. Ro'yxatdagi hammasini meni hisobimga yozib qo'ying-chi. Xo'p bo'ladi. Agar puling bo'lmasa, onang o'ladi-da, bolam. Hayot shunaqa. Endi tur, uyingga bor. Onang seni sog'inib qolgandir. Tura qol. To'g'rimi? Tappa to'g'ri. Dorilarni xotiningga berganimizdan keyin o'g'ilchangni yuvishda davom ettiramiz. Bo'ladimi? O'g'lingga nima deb ism qo'ymoqchisan? Nurbek. Nurbek. Zo'r bola bo'ladi Nurbek. Ketdik. Yaxshi boring, xo'jayin. Keldingmi, bolam? Ha, keldim. Onajon, dorilaringizga pulim yetmadi. Bu pulni qayerdan olding? Yo'q. Onajon, bu pulni hech kimdan o'g'irlamadim. Hech kimdan qarz ham olmadim. O'zim ishlab topdim. Mana ustimga qarang. Ertaga albatta ishlab topib dorilaringizni olib kelib beraman. Bolam. Men sendan-chi roziman, bolam. Endi borib Hanifa xolangni chaqirib chiq. Ya Allohim, yolg'iz o'g'lim. Yolg'izim, o'zingga omonat. La ilaha. Onajon! Ona! Onajon, ko'zingizni oching, onajon, iltimos, sizsiz nima qilaman? Iltimos, onajon, tashlab ketmang meni, sizsiz nima qilaman? Ona! Onajon, iltimos, ko'zingizni oching. Men sizsiz nima qilaman? Onajon! Iltimos, onajon, oching. Ona! Assalomu alaykum, Sobir Tursunovich. Mumkinmi? Xo'p bo'ladi. Men o'zim qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, kelishdik. Chaqirtirgan ekansiz? Ha, chaqirtirgandim. Senga bir topshirig'im bor. Xo'sh. Ertaga darsdan keyin mana shu manzilga borasan. Yoshlar orasida
giyohvandlikka qarshi kurash mavzusida davra suhbati bo'ladi. Xo'p, Shu mavzuda kelasi songa yaxshi bir maqola tayyorlab kelasan. Tushundingmi? tushunarli Sobir Darhol Tursunovich. ishga kirish. Xo'p bo'ladi. Bora qol. Yes. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi o'g'lim? Keldim. Kel o'tir, choy ichamiz. Dada, oyi, meni tabriklanglar. Men ishga kirdim. Yo'q, rostdanmi? Ha? Qani o'tirchi. Xo'p. Qayerga ishga kirding? Gazetaga muxbir bo'lib ishga kirdim. Bir oylik sinov muddati bilan ishga olishdi. Agar yaxshi maqolalar yozib o'zimni ko'rsatsam, kelasi oydan menga oylik maosh tayinlashar ekan. Voy, o'zimni yozuvchi o'g'limdan o'rgilay. O'g'lim, ishga kirganing zo'r bo'pti. Xursandman. Ammo bu ishing o'qishingga xalaqit bermasmikin? Ikkalasini baravar olib borish og'irlik qilib qolmaydimi? Dadasi, qo'ysizchi. O'g'lim ikkalasini ham uddalaydi. To'g'rimi, bolam? Ha, dada, oyim to'g'ri aytyaptilar. Xudo xohlasa 100 yillarni yerga qaratib qo'ymayman. Shu yoshgacha meni katta qildinglar. Endi yosh bola emasman. Meni ham shu ro'zg'orga foydam tegsa deyman, dada. Xumpar-ey. Birov senga ro'zg'orga pul kerak dedimi? Undan ko'ra men pul topib turgan paytimda mazza qilib o'qimaysanmi? Ha mayli. Baribir zo'r ish bo'pti. Onangam xuddi xushxabar bo'lishini sezganday osh damlagandi. Yo'q-e? Zo'r-ku. Bor. Sen kiyimingni almashtir. Bora qol, bolam. Xo'p bo'ladi, dada. Hozir. Voy, nimaga xumpar deysiz? Voy, shukr qilsangizchi, o'g'lingiz ish topib siz yoningizga kirganiga. Sen nimani ham tushunarding, xotin? Ko'zim tegmasin deb erkalatib xumpar dedim-da. Bor, undan ko'ra oshingni siz. Xo'p, hozir. Dada, xumpar nima degani? Qizim, xumpar degani... Menga qara qizim, bu so'zni bilishing shart emas. Bo'la qol, oyog'ingga ki. Qarashasan, osh sizamiz. Tezlashtiringlar. Zamonaviy meditsina bugungi kunda giyohvandlikni davolashda hamda profilaktikasida yuqori texnik imkoniyatlarga ega va bu o'z o'rnida kerakli natijalarni beryapti. Xo'sh, yana qanday savollar bor? Giyohvandlik illatiga chalingan insonlarni sog'lom hayotga qaytarish mumkinmi? Ha, giyohvandlikni davolasa bo'ladi, ammo faqat boshlang'ich davrida xolos. Bu kasallikka asosan qaysi yoshdagilar chalinadi va bunga sabab omillar nima? Asosan bular 15 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlar. Sabablariga kelsak, bular bekorchilik, hayotidan qoniqmaslik, zerikish, noma'qul do'stlar, tarbiyasizlik. Mana bu yerda mavzuga oid statistika ma'lumotlari bor. U bilan bemalol tanishishingiz mumkin. Bizning narkologiya markazimiz maxsus videorolik tayyorlagan. Uni sizlarga qo'yib bermoqchiman. U orqali bu kasallikning zarari haqida yana ham aniqroq tushunchaga ega bo'lasiz deb umid qilaman. Xo'sh, marhamat, tomosha qiling. Giyohvandlik bu tibbiy yoki sintetik zaharli moddalarni vaqtinchalik yoki surunkasiga iste'mol qilish natijasida kelib chiqadigan kasallikdir. Bugungi kunda giyohvand erkaklarning o'rtacha yoshi 31, ayollarniki esa 28 yosh. Ularning 77% 39 yoshdan katta bo'lmagan shaxslar bo'lib, yarmidan ko'prog'i 15-19 yoshli o'smirlardir. Men bu yo'lga kirib qolganimdan juda qattiq pushaymonman. Agar mo'jiza yuz bersa-yu, yana bir bora imkon berilsa, qolgan umrimni hech ikkilanmay giyohvandlikka qarshi kurashishga bag'ishlagan bo'lardim. Juda ham afsusdaman. Giyohvandlarning aql-idrok, fikrlash, eslash qobiliyati, ruhiyati butunlay izdan chiqadi. Kasallik rivojlanishi bilan oilada, ko'cha-ko'yda o'zlarini tuta olmaydigan bo'lib qoladilar. Ularni ota-ona, bola-chaqa, do'st-yor umuman qiziqtirmaydi. Ma'lum bo'lishicha 70% yaqin qotilliklar, 80-90% bezoriliklar giyohvand modda iste'mol qiluvchilar tomonidan sodir etilar ekan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda giyohvandlar soni 200 millionga yetgan.
BMT ekspertlari o'tkazgan tadqiqotlar xulosalariga ko'ra esa jahonda har yili taxminan 100 ming giyohvand ajalidan avval hayotdan ko'z yumadi. Bu yo'lning manzili bitta: muqarrar o'lim. Xo'sh, shuning bilan bugungi davra suhbatimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr. Kechirasiz. Eshitaman. Men Yoshlar ovozi gazetasidanman. Giyohvandlik haqida maqola yozayotgandim. Tasvirdagi yigitni topishga yordam bera olasizmi? Beraman. Albatta yordam beraman. Mana. Rahmat sizga. Yaxshi boring. Bemor bilan gaplashayotganda ehtiyot bo'ling. Ortiqcha asabiylash mumkin emas. Xo'p. Salom. Men muxbirman. Bilaman. Boya hamshira kelib ogohlantirib ketgandi. Nima? Suhbatlashishga mendan boshqasi qurib qoptimi? Yo hamma giyohvandlar tuzalib kasalxona bo'shab qoptimi? To'g'ri. Kasalxonada giyohvandlar bor. Ammo ularning orasida meni do'stim bitta. Komil hamish alqildingmi? Eng yaxshi. Sobi, qayerda hozircha band odam. Ha. Eng yaxshi. Aziz va qadrli kursdoshlarim, mana bugun kollejni bitirish munosabat bilan yig'ilgan ekanmiz. Barchangizga omad tilab qolaman. Rahmat. Do'stlarim, qarang, mana 3 yil ham birpasda o'tib ketibdi. Hammalarga omad. Yana gapirsam maylimi? Ha, gapir. Sening gapingga qo'shilaman. Senikiga ham, o'zimnikiga ham. O'zim shirin o'qib beraman. Boqqa kirsam maylimi? Gullar tersam maylimi? Mana bu stoldan bitta uzum olib yesam maylimi? Ana oldik. Ha do'stim. Yaqinda 1 yillik harbiy xizmatga jo'nab ketaman. O'qishni bitirdik-ku deb unutib yubormasam? Ha, albatta unutib yuboraman. Nima? Hazillashdim. Sen haqiqiy do'stimsan. Qani, yur. Yur. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Bitiruv oqshomi yaxshi o'tdimi? Ha, yaxshi. Dadangni senda muhim gaplari bor ekan. Kelsa kirsin degandilar. Kirib chiqa qol. Xo'p. Bora qol. Ovqat ham tayyor bo'lib qoldi. Tezroq chiqarsizlar. Xo'p. Xo'sh. Men aytgan taklifni o'ylab ko'rdingmi? Yoki hali ham o'z qaroringda turibsanmi? Qarorim qat'iy. Yuridik universitetga o'qishga kirmoqchiman. Keyinchi? O'qishni bitirib, prokuror bo'lmoqchiman, dada. Sen bu uyda yolg'iz o'g'illigingni esdan chiqarib qo'yding shekilli. Sen prokuror bo'lsang, meni biznesimni kim qo'limdan oladi? Yoki bu qo'sha restoran u fabrikalarni mendan keyin sotib yuborasanmi? Menga qara. Shu paytgacha onasi yo'q deb indamadim. Dada, gapimni bo'lma. O'g'lim, farzandlik burchi nima bilasanmi?
Farzand otaning suyangan tog'i bo'lishi kerak. Hech bir ota o'z farzandiga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Buni ota bo'lganingdan keyin o'zing tushunib olasan. Xullas gapning indallosi. Agar otam rozi bo'lsin desang, biznesimni o'rganib, ishimni qo'limdan olasan. Tushundingmi? Xush kelibsiz, Nurbek. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? O'zingiz yaxshimisiz? Dadangiz yaxshimi? Rahmat. Oyingizchi? Rahmat. Ha, yashang. Xush kelibsiz. Marhamat, tanishing, bizni kadrlar, ofitsiantlar. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Endi birga ishlaymiz, ha? Albatta. Qani, marhamat. Xo'p. Keling. Marhamat. Rahmat. Yoqdimi? Bu yerda restoranimizga oid barcha ma'lumotlar bor. Rasul aka, keling, o'zingiz o'tiring. Ha, yaxshi. Rahmat. Xo'p. Mana ro'yxat. Xo'p, endi bir boshdan sizga tushuntirsam. Xo'p. Mana bu ro'yxatda Nurbekjon, mijozlarimiz bizdan mamnun. Lekin mijozlarimiz asosan yoshlar bo'lgani uchun dizaynimizni biroz o'ylab ko'rishimiz kerak. Aslida bunga ko'p ham mablag' ketmaydi. Yaxshi fikr. Lekin dadam bilan bir maslahatlashib ko'raychi. Albatta. Yana bitta masala. Kechirasizlar. Rasul aka, ichkarida bir mijoz to'polon qilyapti. Yuringchi. Qani. Qo'ying endi Izzatulla aka. Aralashma. Qo'ymayman dedim. Men bu yulg'ichlarni fosh qilaman. Uyaltirmang. Nima gap, ukajon? Bular maxsus taom buyurishdi. Keyin meni hisob so'rashdi. Hisobni olib kelib berdim. Keyin Hisob emish. O'g'rilik ham yo'q bilandi. Kupa-kunduz kuni talonchilik-ku bu. Kechirasiz. Sal sekinroq gapiring, ukajon. Bu yerda boshqa mijozlar ham o'tiribdi. Bu kishi mana shu restoran rahbari bo'ladilar. Ey, menga kim ekanini ahamiyati yo'q. Arzimagan narsalarni zahardan qimmat narxda pullayotganini fosh qilaman. Kerak bo'lsa soliqni chaqiraman, sizni chaqiraman. Qani ko'raylikchi. Lekin ukajon, bu yerda hammasi to'g'ri yozilgan. Yo'q. To'g'ri yozilmagan. 5 baravar, 10 baravar qo'shib yozilgan. Odamni sharmanda qildingiz. Aralashma. Mana ukajon, menyu. Buyurtma qilishdan oldin narxlariga qaramadingizmi? Bu yer restoran. Birorta arzon kafe yo somsaxona emas. Biz ham ko'cha ko'rgan yigitlardanmiz aka. Restoran bilan restoranni farqiga boramiz, oshxona bilan oshxonani. Lekin mana bu narx bilan narxni ham farqiga boramiz. Balki oldin yegan ichganingizni haqqini to'lab keyin gaplasharmiz. To'lamayman. Bir tiyin ham to'lamayman. Mana bu yetadimi? Oling. Hayronman. Men chin dildan. Qo'ying, hammasi bizni hisobdan. Mana bu boshqa gap. Ko'rdingmi? Qo'rqib ketishdi. Ayblari katta-da. Qani ketdik. Men albatta qaytib kelib, o'zim pulini to'lab ketaman. Menimcha pullarimiz qulog'ini ushlab ketdi, Nurbekjon. Buni xayriya deb hisoblayvering.
yoki meni hisobimga yozib qo'ying. Bu nima deganingiz, Nurbekjon? Nimaga qarab turibsan? Yig'ishtir. Xo'p. Bu mehmonxona Ichanqal'a ansambliga juda ham mos tushadi. Biz binoyimizni ko'rkam hamda mahobatli ko'rinishi uchun harakat qildik. Tashqi dizaynda esa sharqona uslubdan to'laqonli foydalandik. Bu ustun juda ham baland. Biz ko'proq mana shu binolarni bo'yiga emas, eniga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. To'g'ri, lekin biz milliy arxitektura bilan zamonaviy arxitekturani uyg'unlashtirmoqchimiz. Uning ichidagi sharoitlari Yevropa hamda Osiyoni manaman degan mehmonxonalardan sira qolishmaydi va jahon standartlariga to'laqonli javob bera oladi. Yaxshi. Men bu loyihani qabul qilaman. Lekin bilasizlar, Xiva shahrining atrofi qum bilan qoplangan. U yerda qum bo'ronlari tez-tez sodir bo'lib turadi. Hamda Xiva shahrining iqlimini hisobga olish kerak. Xo'p. Ana shularni hisobga olgan holatda binoni bo'yiga emas, ko'proq eniga ahamiyat berishingizni talab qilaman. Tushunarlimi? Tushundim. Demak, indinga hammamiz Xivaga uchamiz. Xo'p bo'ladi. Hozircha xayr. Hammaga ruxsat. Mayli, yaxshi qoling. Hormang dadasi, charchamadingizmi? Yo'q. Mana qaynoqqina qahva ichib oling. Ishingiz tugagan bo'lsa, ovqat ham tayyor bo'lib qoldi. Mana bularni yig'ishtirib qo'ya qolay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi o'g'lim? Ha, Qani o'tirchi? Ovqat yeysanmi? Yo'q, rahmat. Qornim to'q. Xo'sh, o'g'lim. Birinchi ish kunlari qanday o'tdi? Rahmat, yaxshi. O'rganib ketaman. Senga ishonaman. Meni uyaltirib qo'yma. Xo'pmi? Xo'p, dada. Dadasi. Mushtoy bolani hozirdan biznesga tiqib bekor qilyapsiz-ku. Unga nima qilibdi? O'zi o'qiyman, prokuror bo'laman deyapti. Mana ishonmasangiz xonasiga kirib ko'ring. Hamma yo'q huquqshunoslikka oid kitoblar bilan to'lib yotibdi. O'g'lim chin dildan harakat qilyotdi. Bekor shashtini sindiryapsiz-da. Menga qara. Aqling yetmagan narsanga aralashib nima qilasan? Hozir kimni davri? Ish bilganniki. 1 so'mni 10 so'm qiladiganniki. U endi yosh bola emas. Mening qanotim ostida ish o'rgansa, o'ziga yaxshi bo'ladi-ku. Kelajakda birovga muhtoj bo'lib yashashini istamayman. Xo'p, lekin Bo'ldi. Gap tamom. Men o'g'limni birovlardan ko'ra ko'proq tushunaman. Jidursan. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Bitta suv ber. Xo'p. Nurbek, ishlaringiz yaxshi.
emas. Shuning uchun uyingizga ham kuzatib qo'yishga ruxsat bersangiz. Voy mug'ambirey. Ketdikmi? Ketdik. Qara bunchalar go'zal bu kecha osmon. Yulduzlar nurin yoqdi sochar bepayon. Begona bo'lsang doim biz uchun armon. Boshlasin yo'llar faqatgina baxt tomon. Yuragimdasan, har bir tilagimdasan. Baxtim uchun sen o'zing keraksan. Yuragimdasan, har bir o'ylarimdasan. Baxtim uchun sen o'zing keraksan. Sensiz har kunim o'tdi asrdek go'yo. Yonimda bo'lsang yanada go'zal dunyo. Bizning sevgimiz taralsin olamaro. Ne bo'lganda ham aslo bo'lmaylik ayron. Yuragimdasan, har bir o'ylarimdasan. Baxtim uchun sen o'zing keraksan. Mana kelib qoldik. Shu yerda yashayman. Aytgancha, uyga kirsangiz qahva damlab berardim. Antiqa usulda damlashni bilaman. Boshqa safar. Mayli. Voy, kostyum uchun rahmat. Yaxshi yetib Yaxshi boring. Xayr. Xo'p, tushundim. Nurbek Rustamovich, O'zim qo'ng'iroq qilaman. bu yigit Yevropa taomlari tayyorlashni biladigan Yaxshimisiz? malakali oshpaz. Rahmat. Bizni restoranda ishlamoqchi ekanlar. Shunga siz bilan maslahatlashib. O'zingiz hal qilavering. Rasul aka, sizdan iltimos. Restoranga ko'z quloq bo'lib turing. Shahar tashqarisida ishim bor. Do'stlarim bilan dam olib kelmoqchi edim. Faqat do'stlaringiz bilanmi? Qo'ysangizchi bunaqa gaplarni. Dadangizni xabari bormi? Yo'q, ishlari ko'p ekan. Shunga bezovta qilgim kelmadi. Keyin o'zim aytaman. Rahmat sizga. Qani, Qani o'zingiz boshlang. Keling. Qo'shnilarimiz shpion, sekinroq. Yuring. Xo'p. Marhamat. Tortinmang. Kiravering. Xolam hali ishdalar. Sira bezovta bo'lmang. Uy biroz betartib edi. Aybga buyurmaysiz. Marhamat. Nega uzr so'raysiz? Keyingina uyingiz bor ekan. Nimasi keng? 2 xonali. Bunday bir bemalol ham yasholmaysan. Ha, aytgancha. Qahva yoki choy? Agar mumkin bo'lsa, qahva. Axir o'zingiz aytgandingiz-ku, qahvani antiqa uslubda tayyorlayman deb. Ha, esim qursin. 1 daqiqa. Xo'p. Xo'p. Iya, qani kechi? Voy, paxmog'ey. Qalaysan, qoravoy? Voy, momiq. Xo'jayining qiynamayaptimi seni?
Qahva A? tayyor bo'ldi. Ha. Marhamat. Baraqa. Juda antiqa bo'ldi. Nurbek aka, Ha. bu qahva yangicha usulda tayyorlangan. Ha, rahmat. Butun mehrimni qo'shib tayyorladim. Siz bundan ichib, ta'miga baho bersangiz juda ham xursand Albatta. bo'lardim. Menga yoqdi. Sizgachi? Ajoyib ta'm. Menga ham yoqdi. Ha, bunga bor mehringizni qo'shgansiz shekilli. Ha, Komila, sizga nimadir bo'ldimi? yo'q. Hayajonlanib ketdim shekilli. Rostdan-a? Komila, to'g'risini aytsam, meni sizga bir gapim bor edi. Anchadan buyon ayta olmay yurgandim. Ha, Komila, bilasizmi? Men Komila, eshitaman. menga nima bo'ldi? Nima qilding meni? Nega jimsan? Gapir. Seni hali bu tomoshani pul undirish uchun qildingmi? Agar senga pul kerak bo'lsa, ol. Ikkinchi ko'zimga ko'rinma. Iflos. Assalomu alaykum Nurbek Rustamovich. Va alaykum assalom. Iye Nurbek, nima gap? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, Nima bo'ldi yaxshiman. sizga? Mazangiz bo'lmayaptimi? Yo'q, tuzukman. Tez yordam chaqiraymi? Kerak emas, rahmat. O'tib ketadi. Bu qattiq asabiylashishdan.
javob bermayapsiz. Ko'nglim juda g'ash. Ahvolingiz yaxshimi? Nega jimsiz? Gapiring. Alo, Biroz mazam yo'q. qayerdasiz? Ofisdaman. Nurbek, hozir oldingizga boraman. Nurbek aka. Komila, Nurbek aka. Nima bo'ldi sizga? meni mazam bo'lmayapti. Hamma yog'im oyoq qo'lim qaltirab, butun tanam qaqshab ketyapti. Bu o'shan alomatlari. Nimani alomati? Buni sizga qanday tushuntirsam ekan? Bu haligi bilasizmi bu o'sha Nurbek Rustamovich, uzr, xalaqit bermadimmi? Mehmon kelganini ko'rmay qolibman. Bu yigit dizayner. Balki siz ham gaplashib ko'rarsiz. Ismi Azamat. Yaxshimisiz? Rasul aka, faqat hozir emas, maylimi, keyinroq. Boshqa safar. Mayli. Siz nima desangiz shu. Uzr. Xo'p, xayr. Uzr. bu o'sha. Kim o'sha? Izzatilla. Kim u Izzatilla? Sizga og'u bergan iflos. Og'u? Qanaqa og'u? Sen joydami sen qizni? O'sha kuni Tayyormi? iltimos qilaman. Unga tegma. Xohlasang senga bundan ham boybachalarni ilintirib beraman. Faqat shu yigitga tegma. Men uni rostdan ham yaxshi ko'rib qoldim. Nima desang shunga roziman. Bu yangi chiqqanidan 2 marta bersang bo'ldi, 3-martasiga o'zi emaklab keladi mijozlarni. Endi esa haqingni oldi. Nariga xonaga chiq. Ko'zimga ko'rinma. Qo'lini ko'rsa, men nima deyman? Kechasi yuvinaverib shamollab qoldingiz. Shuning uchun 2 ta ukol qilib qo'ydim deysan, farishtaginam. Iflos. Bas. Yana bir og'iz gapirsang, bundan keyin hech narsa olmay qo'yasan, tushundingmi? Iltimos. Axir o'zing o'rgatding-ku. O'lib qolishi mumkin. Shuni bilsang, tilingni tiyib yur. Esingda tursin. Sen uchun ham. Ana bu oshiq to'nka uchun ham men yo'qman. Agar so'rab qolsa, dorini o'zim topib beraman, bir dugonamdan deysan. Dugonamdan. Esingda qoldimi? Esimda qoldi. Qoldi. Bo'pti, men ketdim. Kerak paytda o'zim topib olaman seni. Uni ham.
Endi pastga qara. Tur. Hamma tinchmi? Nurbek aka, meni kechiring. Xullas, shunaqa gaplar. Nega shuni avvalroq aytmading? Aytmoqchi bo'ldim. Lekin qo'rqdim. Nima? U Azroilmidi shunchalik qo'rqasan? Men undan emas. Menga dori olib kelmasligidan qo'rqaman. Sizga ochig'ini aytaman. O'sha kuni sizga ota-onam haqida yolg'on gapirgandim. Meni otam shaharning eng boylaridan biri edi. Yashirincha narkotik savdosi bilan shug'ullanar ekan. Izzat uni ushlab berdi. Otam qamaldi. Bunga chidolmagan onam o'zini osib qo'ygan. Hamma boyligimiz Izzatning qo'liga o'tib ketdi, hattoki men ham. Men allaqachon mana shu oxuning qo'liga aylanganman. U iflos buni juda yaxshi biladi. Shuning uchun ham uning doirasiga o'ynashga majburman. Balki militsiyaga boramiz. Foydasi yo'q. Necha marta shunday qilmoqchi bo'lganman, lekin uni na qayerda yashashini, na haqiqiy ismini bilaman. O'zi chekmaydi, ichmaydi, qachon kelsa ham iz qoldirmay ketadi. Agar militsiyaga borsam, uni albatta topishadi. Faqat seni ham qamashadi. Mayli qamashsin. Yo'q. Men sog'lom, baquvvat yosh yigitman. Bir-ikkita ukol bilan bu narsaga o'rganib qolmasman. Nimalar deyapsiz? Agar yana bir marta dori qabul qilsangiz, undan faqat o'lib qutulishingiz mumkin. Unda nima qilishim kerak? Balki doktorga borarsiz. Doktorga borsam, seni sotishga majbur bo'laman. Nima bo'lsa bo'lar. Men yashashdan charchadim. Siz hozir davolanmasangiz, keyin yomon bo'ladi. Mayli, meni o'ylamang. Men allaqachon ado bo'lganman. Seni o'ylamasam bo'lmaydi. Ozgina olib turaychi. Keyin biron nima o'ylab toparmiz. Nurbek aka. Bilasizmi, Rasul aka, ana u yerga o'rta asr bilan bog'liq haligi Mikelanjeloning sara asarlari namunalarini osib qo'yamiz. Izzat. Keyin mana bu tarafga. Nima gap, Nurbekjon? Azamat. Xonaga kir. Boring. Xo'p, hozir. Nima bo'ldi? Iflos. Izzat. Ana bundan bormi? Mazasi qochyapti. To'g'ri, tibbiyotdan oz-moz xabarim bor, lekin yonimda ukol olib yuradigan darajada ahmoq emasman. Ko'rib turibsiz-ku, mazasi yo'q. Bo'pti. Yarim soatdan keyin xonimchaning uyida. Dozasi 2000. Ko'kida. Pastkash. Otasini narxini qo'yapti. Mayli. Ana kalitni ol. Seyfni och. Pul bor. Keragicha ol.
Faqat Xo'p, tezroq hozir. bo'l. Tezroq. Keldimi? Yo'q. Salom. Senmisan? Ye. Qahvoyam tayyor-ku. Bu kim? Menga atalgan navbatdagi syurprizmi? Hech kim. Siz noto'g'ri tushundingiz. Bu ham Izzatlarning tuzog'iga tushganlardan biri. Nega meni nomimdan gapirasan? Men hech kimni tuzog'iga tushmaganman. Men o'zim xohlab bu yo'lni tanlaganman. Bu olifta bu yo'lga o'zi kirgan bo'lsa, qalbingga ham o'zi kirgandir. Amayo, o'zingni bosib ol. Bu Julietdang o'zingga buyursin. Menga bunaqalar, nafaqat bunaqalar, ayollarning umuman qizig'i yo'q. Romeo, bilmaysan-da. Menga pulni ham, boylikni ham, hatto oilani ham qizig'i yo'q. Menda hamma narsa bor. Ammo men intiladigan narsa yo'q. Bu bor yo'g'i 5 kunlik dunyo. Bir kun kelib men ham o'lib ketaman, sen ham o'lib ketasan. Hattoki anavi Julietdang ham o'lib ketadi. Bu dunyoda faqat kayf qilib yashash kerak. Lazzatlanib. Ana, bizning lazzatimiz ham keldi. O. Keling, boboy. Komi, bu deyman chollardan ham mijozlaring bormi? Dunyoga bir marta keldingmi, yashab qol. Izzat? Oldim pulni cho'z. Maskani o'zgartiribsanmi? Mana soqqasi. Qani meni ham haqqimni cho'zchi. Xo'sh. Lazzatlanishga tayyormisan? Faqat tezroq. Qani? Tezroq bo'l. Mana bu yangi manzil. Ertagayoq ko'chib o't. Hit olishganga o'xshaydi. Seni qayerdan topaman? Kerak paytda o'zim topib olaman senlarni. Mana bu seni haqqing. Ana buni ham o'zing bilan olib ketasan.
Vaqt bo'ldi onasi. Tezroq bo'lsang-chi. Kech qolaman axir. Xo'p, dadasi. Mana hamma narsalaringizni joylashtirdim. Bu beg'am bola qayerlarda yuribdi? Telefoni hali ham o'chiq. Restorandadir-da, dadasi. Boya Rasul bilan gaplashgandim. Nurbek restoranda yo'q ekan. Balki do'stlari bilan yurgandir, dadasi. Xullas men ketdim. Yunus, sumkani mashinaga olib chiqdin. Xo'p bo'ladi. Menga qara. Erkatoying kelsa, aytgin. Albatta menga qo'ng'iroq qilsin. Aytaman. Ketdim. Dadasi, Xorazmga meni ham birga olib ketsangiz bo'lardi. Bahonada Xivani, Ichanqal'ani aylanib kelarmidim. Xo'p bo'ladi. Avval mehmonxonaga joylashib olay, 3 kundan keyin borasan. Xayr. Yaxshi o'tiringlar. Mayli. Xo'p. Yaxshi boring, dadasi. Xo'p dedim-u. Amaki. Amaki. Voy Shirintoy. Adashib qolding? Yo'q. Menga kitob bering. Kitob? Isming nima bolakay? Batman. Batman. O'zing isming nima? Batman. Obbo Batman ey. Haqiqiy isming nima? Mahmud. Mahmud degin? Ha. Pahlavon Mahmudni bilasanmi? Yo'q. Kitob o'qishni bilasanmi? Bilmayman. Unda kitobni senga kim o'qib beradi? Oyim. Oyingmi? Qani yaqinroq kecha. Mana bu Pahlavon Mahmud haqida kitob. Bobomiz asli Xorazmlik bo'lgan. U juda ham kuchli bo'lgan. Kurashda 100 kishiga bas kelgan. Batmandan kuchli bo'lganmi? Ha, Batmandan ham kuchli bo'lgan. Bir kuni Pahlavon Mahmud yo'lda ketayotsa, oldidan bir ayol chiqib qopti. Mahmud. Voy. Mahmud. O'sha kuni Pahlavon Mahmud Voy kurashga chiqqanda. Shumtaka. Bu yerda ekansan-da. Men seni hamma yoqdan qidirib yuribman. Qara senga qanday erta kitoblar oldim. Mana bu kitoblarni o'rab bersangiz xarid qilmoqchi edim. Men kitoblar olaylik. Keyin nima bo'pti? Aytib bering. Kitobni davomini oying uyiga borganingda o'qib beradi. Shoshmay tur o'g'lim, avval bu kitoblarni pulini to'lab oling. Hozir. Puli kerak emas. Voy, nega? Bu mendan Pahlavon Mahmudga sovg'a. Rahmat katta. Sizdan bir iltimos. Unga Batman, Человек-паук emas. Pahlavon Mahmud, Mangu berdilarni o'qib bering. Uni qonida bobo kalonlarimiz qoni oqyapti. Yaxshi. Unga o'sha qahramonlarimiz haqida o'qib bering. Katta rahmat sizga. Yur o'g'lim, yur. Ketdik. Yura qol. Xayrlashmaysanmi? Xayr. Yana kelaman aka. Mana shu kitobni olmoqchiman. 30 ming. Aha, xo'p. Mana. Rahmat. Assalomu alaykum Ilhom aka. Bormisan student? O'qishlaring, ishlaring yaxshimi? Bo'ladi, o'qish, ish bilan yugur-yugur qilib. Mayli, charchama. Rahmat. O'tgan kuni men sizga aytgan kitob keldimi? Kelishini bilib ataylab olib qo'ygandim. Rahmat Ilhom aka. Mana shuni hozircha. Axir o'tgan safar ham olmagandingiz. Bu sovg'a. Rahmat Ilhom aka. Men kitob sotib boyib qolmayman. Bo'lmasa qahvaxonaga o'ting, siz yaxshi ko'rgan qahvani damlab qo'yaman. Albatta o'taman. Ha, o'ting. Ha, aytgancha, oying yaxshimilar? Ha, onam yaxshilar. Ancha yaxshi bo'lib qoldilar. Mendan salom aytib qo'y. Xo'p, xayr. Yaxshi o'qigin. Mayli Ilhom aka, yaxshi qoling. Omon bo'l.
Alo. Rustamjon, men siz bilan muhim masala bo'yicha gaplashmoqchiman. Hozir bas. Keyin o'zim qo'ng'iroq qilaman. Rustam aka. Alo, Rustamjon. O'zim qo'ng'iroq qilaman dedim-ku. Rustamjon. Hormang Nurbek. Rasul aka, siz Qani o'tiringchi, bir gaplashib olaylik. Restoran kasodga uchrayotganidan xabaringiz bormi? yo'q. Nurbek, nimalar qilib yuribsiz o'zi? Men sizni anchadan beri kuzatyapman. O'sha qiz bilan tanishganingizdan beri restoranga ham qaramay qo'ydingiz. Ahvolingizga bir qarang. Rangingizda rang yo'q. Dadangiz safardan qaytgandan keyin restoranda taftish o'tkazmoqchi. Shuncha pul qayerga yo'qolganligini qanday tushuntirmoqchisiz? Rasul aka, men hech qanaqa pul olmadim. Qolaversa, bu aytayotgan kamomatingizga meni umuman aloqam yo'q. Kamomatga aloqam yo'q? Ha. Mana, ko'ring. Xo'sh. Bu nima? Rasul aka, hamma aybimni tan olaman. Hammasini o'zim joy-joyiga qo'yaman. Iltimos, hozir menga ozgina pul kerak. Iltimos qilaman sizdan. Men sizga tushuntira olmadim chog'i. Kamomat degani o'z-o'zidan yechiladigan muammo emas. Shuncha pulni nima qildingiz? Endi bu yog'iga jim qarab turmayman. Ochig'ini gapir. Rasul aka, boshlanishida hammasi juda oddiy edi. Qoravoy. Bu dunyo kayfdan boshlanishini bilasanmi? Sen nimani ham bilarding? Buni avvaliga 1-2 marta urasan. Keyin to'xtataman deb o'ylaysan. Lekin kundan kun unga bog'lanib qolishing hatto tushingga ham kirmaydi. Xohlasang buni senga ham o'rgatib qo'yaman. Bu kayf dunyodagi eng zo'r kayf. Nega jimsan? Nega ko'zingni loq qilasan? Dadamga o'xshab o'qrayib qarayapsan. Hozir senga dadamni tanishtiraman.
Mana, marhamat. Mening muhtaram dorifurush otam. Taniysanmi? Bu odam. Bu odam hamma narsani o'zi hal qiladi. Hatto men o'rnimga ham o'zi qaror qabul qiladi. Unga pullari-yu obro'si bo'lsa bas. Senga ham qizig'i yo'q. Hammasi jonimga tegib ketdi. Xohlasang 7-osmonga birga chiqamiz. Hammasidan charchadim. Ana endi lazzatning eng yuqori cho'qqisiga chiqamiz. Buning uchun dozani 5 baravar oshirsang, 7-osmonga uchasan. Assalomu alaykum. Va alaykum. Rustamjon keldimi? Ha, shu yerdalar. Sizni kutyaptilar. Yana sizga qancha pul kerak, Rasulboy? Rustamjon. Sendan so'rayapman. Yana qancha pul kerak senga? Hozir hammasini tushuntirib beraman, Rustamjon. Yaxshilab tushuntirasan. Shunday katta restoranni, millionlab pullarni qayerga sarf qilganingni birma-bir tushuntirib berasan. Hammasi siz o'ylaganchalik emas. Yo'q. Men hech narsani o'ylayotganim yo'q. Hujjatlarda ko'rganimni aytyapman. Sen men tufayli shu kungacha oilangni boqib kelding. Farzandlaringni katta qilding. Hatto o'g'lingni to'yini ham shahardagi eng qimmat restoranimda tekinga o'tkazib berdim. Tekinga. Qizingni uzatganingda ham mebeligicha olib berdim. Shuncha yaxshiliklarimga ko'rsatgan karomating shu bo'ldimi? Nonkor! Nonkor? Men hali nonkor bo'ldimmi? Berganingni minnat qilyapsanmi? Qizimni mebeliga bergan pullaringni allaqachon qaytarib qo'yganman. Men mana shu restoran orqasidan halol peshona terim bilan topgan pullarim evaziga bolalarimni boqyapman. Pul ko'zingni ko'r qilib qo'yibdi. Ko'zingga na jigaring, na qarindosh urug'ing ko'rinmay qoldi. Meni esa kambag'alligim uchun jigaring bo'lishimga qaramasdan begonalar oldida aka deyishga ham or qilding. Rustam, sen bilan onalarimiz boshqa bo'lsa ham otamiz bir-ku. Sen mana shuni unutib qo'yding. Pul yig'ishga shu darajada sho'ng'ib ketdingki, shuncha ogohlantirishimga qaramasdan yolg'iz o'g'lingni boy berding. Nima? Ha! O'g'ling giyohvand, Rustamjon, giyohvand. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas. Eshitganlaringga ishonmasang,
balki ko'rganlaringga ishonarsan. Mana, ko'r. Komila, och eshikni. Och deyapman. Hozir o'lib qolaman. Och tezroq. Och. Komila. Komila. Voy, tinchligimni nega shovqin solasan? Komila qani? Komila? Kim u Komila? Mana uyda yashaydigan qiz. Qayoqqa ketdi u? O'ldi. Boyagini olib ketishdi o'ligini. Qolganini bilmayman. Nega o'ladi? Nima gap? Ha, uka, tinchlikmi? Qani Komila? Qanaqa Komila? Komila yo'q bu yerda. Men qara, jo'na, hozir uchastkaga chaqiraman. Tushundingmi? Kar ichkariga. Ona, men xato qildim.
Bunday qilmasligim kerak edi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Bismillahirrahmanirrahim. Allohim, onamni o'z rahmatingga olgin. Joylari jannatda bo'lsin. Allohu akbar. Ilhom aka, mana qahvangiz. Men bergan kitoblarni o'qib chiqdingmi? Albatta, hammasini o'qib chiqyapman. Ha, aytgancha, onang yaxshi bo'lib qoldilar. Biroz mazalari yo'q. Doktorlar yana shifoxonaga yotqizish kerak deyapti. Dorilarga puling bormi? O'tir. Ilhom aka, bizga mumkin emas. Men bir paytlar xuddi senga o'xshab onasini davolatish uchun o'zini o'qqacha qo'rib yurgan bir bolakayni bilardim. Uning otasi ularni boylik uchun boshqa ayolga almashib ketadi. Ona bola yomg'irli kunda ko'chada qolishadi. So'ng bir tashlandiq uyda yashay boshlashadi. Bolaning onasi juda ham og'ir betob bo'lib qoladi. U onasini oyoqqa turishi uchun hech narsadan qaytmaydi. Ammo vaqtda pul topa olmay onasini ajalga boy beradi. Keyin nima bo'ldi? Keyin onasini o'limiga kimlar sababchi deb o'ylagan bo'lsa, o'shalardan qasos ola boshlaydi. Lekin bu qasos xato edi. U yanglishdi. Sizni mana shunday pulni deb qo'rqganlarni o'sha boyligi bilan o'zini xor qilaman. Qasam ichaman. Bu yerda sen yangi hayot boshlashing uchun imkoniyat bor. Endi sen xato qilma. Qahva uchun rahmat. Ilhom aka, Yetar shuncha sichqon mushuk o'ynaganing. Mana bu surat tanishmi? Pahlavon Mahmud tushirib qoldirgandi. o'zingizni boshlang aka. Bosh oling o'zingizni. Aralashmalaring. Qo'yva. Kishi yosh taxminan 35 larda. Istiqlol ko'chasi. Bu ishlardan so'ng otam mendan yuz o'girdi. Shundan so'ng infarkt olib, butunlay falaj bo'lib qoldi. Onamni o'gay deyishga ham tilim bormaydi.
otam meni kechirishi uchun ko'p urindilar. Afsus, foydasi bo'lmadi. Giyohvandlik juda yomon illat. Bu illatga bir ilakishdimi? Ortga yo'l yo'q. U olib boradigan manzil esa ayanchli o'lim. Do'stim, meni ayanchli qismatim haqida gazetangda yoz. Toki menga o'xshab adashganlar boshqa bo'lmasin. Charchadim. Yashashni xohlamayman. Nurbek, nima qilyapsan? Nurbek, do'stim, senga nima bo'lyapti? Nurbek, Nurbek, senga nima bo'ldi? Nurbek, o'zing, hamshira! Nurbek, odam qo'rqitmasang-chi. Nima bo'lyapti senga? Hamshira! Nima bo'ldi? Mazasi qochib oldi. Doktor chaqiring, iltimos. Hozir chaqiraman. Nurbek do'stim, ko'zingni ochsang-chi, Nurbek. Nurbek! Mazasi qochib qoldi. Nima bo'ldi? Doktor, yordam bering. Bolam, Nurbek, och ko'zingni. Nima bo'ldi, doktor? Xalaqit bergan. Doktor, iltimos, uni qutqaring. Nurbek, bolajonim. Nima bo'ldi, doktor? Onajon. Tanam o'zlab ketyapti. Bardam bo'l, bolam. Ketdi. Jon bolam. Kechirsinlar. Mendan nasib bo'linglar. Nega unaqa deysan? Dadang seni kechirganlar, bolam. Bolam! Bu qushni yo'qotyapti. Tezroq bo'linglar. Tezroq. Bolam! Opa, bosing. Bolam! Opa, shoshmasangiz-chi. Bolam! Jon doktor, bolam, jon doktor. Emas. Nurbek! Avtohalokat natijasida Erkin Abduhamidovich Izzatilla Qodirovni bosh miyasining o'ng yarim sharida qon quyilishlar bor. Hozir bir daqiqa. Ra'no! Labbay. Izzatilla Qodirovning murdasini yorishga tayyorgarlik ko'ring. Xo'p bo'ladi, Erkin Abduhamidovich. Nima deyotgandingiz? Miya chodir dars ketgan. Gistologiyadan analiz javobi bir haftada chiqadi. Tushunarli. Ketdik. Voy Umar. U yo'q. Erkin Abduhamidovich! Bu
hayot, zulmat va yog'du kurashidir. Hayotning beshafqat zarbalaridan biri giyohvandlik balosidir. Bu og'u insonning kelajagiga urilgan zarba. Bu illat millatlar ildiziga urilgan zarba. Bu zulmatning zarbasi qora zarba. Qara ko'priklaring yonyapti do'stim. Endi u qirg'oqqa o'ta olmaysan. Xastalik domiga tushdi yosh umring. Endi baxt qasriga yeta olmaysan. Hamma o'ynab kulgan davrada yo'qsan. Hamma guldek senchi sovigan gulsan. Qanday nishon xato ketadi axir. O'zingga qarata otilgan o'qsan. Ey do'stim, ey do'stim, qara ko'priklaring yonyapti do'stim. Baxtidan ayrilib yig'laydi yoring. Bolam deb dod solar onaizaring. Ko'rilmas qotilga aldanib qolib, bitta ketdi barcha imkoning. Chetroq turing, kelar qora zarbalar. Ogoh bo'ling, suzar qora sharpalar. Beparva bo'lsangiz bir kun sizni ham boshingizga yetar qora sharpalar.